Bugungi kunda yurtimizda yoshlar siyosatini amalga oshirish, ularni barkamol avlod bo'lib voyaga yetishiga ko'maklashish borasida izchil chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ayniqsa davlat rahbari tashabbusi bilan boshlangan Dolzarb 90 kun loyihasi ham bu boradagi ishlarga yana bir amaliy namunadir. Navbatdagi lavhamizda Bekobod tumanidagi bir qator umumta'lim maktablarida o'tkazilgan tadbirlar haqida so'z boradi. Mehr va e'tibor bolalar uchun eng katta tuhfa mavzusidagi qator uchrashuv va madaniy-ma'rifiy tadbirlar tumandagi 55, 50, 8 va 3 maktablarda tashkil etildi. Tadbir yoshlar ongiga mehr, ma'naviyat va kitobxonlik hamda boshqa umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, ularning ichki dunyosini boyitish, bilim va tafakkur doirasini kengaytirish maqsadida o'tkazildi. Uchrashuv davomida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi vakillari, shuningdek, yurtimizda o'z faoliyati bilan yosh qizlarga o'rnak bo'lib kelayotgan Zulfiya mukofoti sohibalari, o'quvchilar bilan dildan suhbatlashdi. Muloqot chog'ida yoshlarga hayotiy maslahatlar berilib, savollarga samimiy javoblar qaytarildi. Tadbir yakunida esa har bir maktab kutubxonasiga 100 kitob aksiyasi doirasida zamonaviy va badiiy adabiyotlar jamlanmasi sovg'a qilindi. Dolzarb 90 kun loyihasi kabi tashabbuslar orqali jamiyatda ijobiy kayfiyat, sog'lom raqobat va o'ziga ishonch muhitini shakllantirish imkoniyati kuchaymoqda.